Hammamiz birdan dunkiga tushib qolgan edik. Endi nima qilamiz? Shuncha mehnat nima bo'ladi? Zaldan odamlar chiqib ketsa-ya, dublyaj qilsak ham ulgurmaymiz-ayu. Hamma o'zini mehnatiga achingan. Shu qatorda mana shuncha AI yordamida musiqalar yasab, DJ ga mix versiyalarini tayyorlatib, hamma musiqalari tayyor bo'lgan joyda bu muammo ortiqcha edi. Premyeraga bo'lsa 19 soat qolgan edi. Shu payt miyamizga fikr keldi. Butun videoni hamma ovozini studiyada to'g'rilatish. Tez ishga kirishdim va tanish odamimizga yarim kechasi bezovta qilib ishimizni bitirdik. Ovoz hal, montaj endi bitsa bo'ldi. Faqat men uje 2 sutka uxlaganim yo'q edi. Boshim siqib, ko'zlarim o'zimga bo'ysunmay qoldi. Soat ertalabki 9:00, videoni bo'lsa kinoteatrga 13:00 da olib borishimiz kerak. Amallar to'liq bitirdim. 13:00 ga kinoteatrga ham ulgurdik. Endi 40 minutlik kinoni telefon render qilish kerak. Renderga bo'lsa 2 soat ketardi. Bizda bo'lsa hali ovozi yaxshimi, yo'qmi tekshirib ko'rish uchun uni yana katta ekranga qo'yishimiz kerak. Birdan fikr keldi. Bizga faqat ovozi muhim-ku. Shunda men eng past sifatda videoni render qildim va katta ekranga qo'yib, 5 ta inson 40 daqiqa mobaynida yo'l-yo'lakay hamma xatolarni menga yetib turishdi. Men bo'lsa telefonimda parallel ravishda to'g'rilab ketaverdim. Soat 14:40 va nihoyat renderni qildim va kinochi akalarga o'tkazib berdim. Shu payt hayajon boshlandi. Hamma bolalar soch oldirishga va kiyimini almashtirishga ketishdi. Men bo'lsa 2 kundan beri yechmagan kiyimimda kutishda davom etdim. Hamma birdan kelishni boshlashdi. Joylashdi. E'lon qildik. Film qo'yildi va ko'rishgan bo'lsak bir marta ko'rishganmiz. Nemani aytasan, ukam? Menga qarama qatdan bilaman. Hammasi bizni o'ylagandan-da a'lo darajada bo'ldi. Jamoamiz zalli har tarafida kulgularni eshitib mazza qilishyapti. Men bo'lsa o'zimga sig'masdan hattoki yig'lab yordim. Xullas, ko'nikmalarim va fantaziyam pand bermaganidan xursand bo'ldim. Siz ham fantaziyangizni men bilan boyitish uchun obuna bo'lib qo'ying, jigar.